eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Kilisler, koşulisler. Oy, oturma. Teştikma. Özürüm teştik. Selametçilik. Teştik. Koşulu bastı. Rahmet. Sen aldıraştım. Ma'qul. Kasa xinim kasa. Koşalamla. Qandaq yerda alala. Qaşlik kerak. Azan 16 ya. Ha, qarroq yerdan 2 kilo dersin. Optan xinim, optan. Mana. Nima? Pulni unutib qolibdimi? Kerak yo'q, xijolat bo'lmaslar, ketaverasizlar. Voy, bo'ldi, ketaverasizlar. Asildaymi? Pulni so'mkam hisobgan edim. Bo'ldi deyman, ketaverasizlar, xijolat bo'lmaslar. Qachcha avtobusda o'g'irlab olgan o'xshaydi. Ay, hech qisi yo'q, nima dikkatni qilyaptilar? Sizni kunda mush yo'lni o'tadigan tursizlar, bir yer qichib ketamsizlar. Bo'ldi, ilaverasizlar. Pullarni aytib beraydim. Voy, hech gap yo'q. Bo'ldi. Ma'qul emas. Kelsin. Xerida gap qoldi, chopsam ma'qul deydi. Rahmat. Kelsin. Azan 16 yan. Pah. Abdikem. Oy, yalnız o'ltirib, skriptga ketgan uni. Qandaroq ahvoli? Yomon emas, o'zingning ahvoli. Qani, o'ltir. Bola chaqalaring optan turgandi. Yaxshi. Uyingizda pasam yo'q ekansan. Shunga cho'qinmush idora qorosda yolg'iz skriptga o'ltir deb kelsam, rostagidek buyadi ekansan. Skript alamet payzon vajib. Ne, dekini. Bir ishing bormi? Başqa ishmi yo'q. Ma yurtdan bir ishga mehmon kelgan. Ularni soat 4 da Güzel Hayat restoranida mehmon qiladiganga deyishib qo'ygan. Dutta tamburchinimi deb qo'ygandim degina. Shunga seni birga mehmon bo'lgach, skriptchilib, tankash qilib basgan deb izdab kelishim. Ular sen bilan birga o'tirsak deganda, vaqtmi to'sha deb qoldi. Jura shu yig'il bor. Basamg'o bek yaxshi bo'ladi, adash. Biroq mening bek muhim ishim bor. Borolmayman, kechirgin. Hey, her qancha muhim ishing bo'lsa-mu tashlab qo'ymamsan, ha? Al og'inlar birga jamba o'ltiraylik deyishyapmiz. İzdimisak yo'qolib ketsa. Adash,
Mening rostilla jiddiy ishim botdi. Boramayman. Ranjimagin. Hey, bana sebep ko'rsatmay jura. Hech bo'lmasa bir ikki pajda skript chapirasan. Meni zo'rlamagin. Men boramayman. Hey, Faridadan qo'rqotamsan ya. Bir Faridadan so'raymi ya? Nimaga qo'rqatdim? Haqiqatan muhim ishim bor. Xapolmagin. Hey, bir kavog'achqa bu yerda skript chap o'ltirgansan. Texi muhim ishim bor deydi. Birazdan ko'rishdan chiqib qo'yganmiding ya? Ha, adash. Yo'qolgan gaplarni qilmag'ina. Rostilla muhim ishim bor. Bo'pti. Borsan meylemisa. Ey, Tosh, bu men Astagfirullah. Hey. Men texsini dadasının yanına ketdimikin dep o'ltiribdiman. Texchi mamag'iningni qara. Nimandaq gap anglamaydigan bolasan. Bu odam ish quluploqliq ekan. Shunga qaytib kelgandim. Xatma bolani. Hey. Oshir birdan saqlab tursan olmamdi. Nima deb qaytib kelsa? Bu chaqqa dadamga kelgandi. Bo'la chaqqan. Yana boramdi men opa. Dadam kelmay qolsa qulaman. Keladi bolam. Kelmay nega boratdi? Eshik tuydi birdan saqlab tursan bo'lmadimi? Sirtda ishingiz bo'lsa ketavermamsiz. Men uyda o'ltiraversam bo'ladi-ku. Meni nima qilib dadamning yoniga haydaysiz? Dadang seni mangli tashlab-atdi. Dadangning seni beqish majburiyati bor. Dadang sen amroq-ku. Dadangni ko'yga seni bir yarim kun turib kelmamsa. Dadam neydi menga amroq? O'tgani bo'lganda men tilladi. Canım qo'zam. Gapimni anglag'in. Mening hozir jiddiy ishim bor. Opangni bunda qaqshatma ma'qulmi? Bo'lmasa ikkimiz xafalashib qolamiz. Ona ma'qul. Meni nima ish qilib quvlaysiz opa? Menda zerikdingizmi? Meni yaxshi ko'rmamsiz? Valloh. Men seni yaxshi ko'raman. Bugun gapimni anglag'in ma'qulmi? Gapimni anglasang, sen nimani xohlasang shuni aytib beraman. Bo'ladi.
Yaxshimisiz? Kiring, qani kiring. Bah. Hürriyet. Bugün alamet çaraylı koyup gidipsiz cuma. Ha? Nädikini? Ko'zingizga shundoq ko'rinayotgan o'xshaymi? Rasta oldu men Hürriyet. Her qitim siz bilen görüşkende menim uşundaq hayajonga salsiz emasmi? Sizga qarsamla ayollardagi haqiqiy go'zallikni his qilaman. Pah, maqtab uchirib ketganini. Laylak bo'lib uchib ketmay yana. Hamish meni mushundaq maqtaysiz ablikim. Ammo men bir baxtsiz ayolman. Nemishqa o'zingizni baxtsiz hisoblaysiz? Mana yeningizda men bor-ku. Hozirgi zamonning erlariga ishongil bo'lamdi. Xolisa ko'nglim ochidi. Xolisa tashlab etadi shu. Hay Hürriyet, men boshqa erlarga o'xshamayman. Menga ishining. Men siz bilan tanishgandan keyinla hayotning haqiqiy go'zalligini, baxtning qadr-qimmatini cho'nqur his qilyapman. Xotirjam bo'ling. Men sizga hargiz vafosizlik qilmayman. Doim shundoq yolg'on yovdaq shirin shakar gaplarni yog'dirib etasiz. Ammo amaliyatingizni hech ko'ngil olmaydi. Nemiga oldiraysiz? Hamma ishning payti va qarang. Payti kelganda-chu. Ko'zlagan orzularimiz o'zligidan amalga oshadi. O chaqda bizga yangicha turmush quchoq ochadi. Xato dedimmi ya? Люби. Karadaydı, karadaydı, karanendayı. Dodo! Dodo! Ay, sen mi bu? Balam. Ben Dodo. Kaçak geldin balam? Boya kelgan. Dadam. Oy Dodo. Dadam hayat. Dadam işidi. Dadam oynaydı. Siz mas'ul qopsiz yiqilib ketmang Dodo.
Benim mestan atamsa balam. Benim mestime cinim balam. Yaxşı qozam. Dadang degan bir dadang. Ablikim, turing, ish kechikib qolsiz. Ablikim, akşam sizni shuncha saqladik. Ne ketdingiz? Yurtdan ishga og'ini bola chiqibdi ekan. Shular bilan o'ltirib, ichishib qoldik. Akşam qandaq vaqtda keldingiz tang? Men faqat duymabdim. Tünögün, tug'ilgan kuningizni o'tkazib beray deb. Birmuncha tayyorlik qilgan edim. Lekin siz kelmay, Shadiya ikkimizning ko'ngli bek yerim bo'ldi. Ha, rost. Tünögü mening tug'ilgan kunim emasmidi? Esimdan ko'tarilib qopti. Men baldiroq deb qo'ysangiz-chi. Sizni tuyuqsiz xo'sh qilib etay deb xabar qilmabdiman. Kecha yo'qib ketadiganingizni kim biladi? Voy, yosh bir yerga borganda tug'ilgan kunni o'tkazib nima qilatdiq? Bundan keyin bundaq ahmoqona ishni qilmang, ha? Tug'ilgan kunni o'tkazib berdanga men ya kichik bola bo'lsam. Men ketdim, ha? Go'shtning pulini akagandim. Voy, nima qilyaptilar? Men sizga pul demagandan keyin yaldiroq deb qo'ysizlar. Shunda qilsa. Asıl deyman, ammo sil bo'lmaydi. O'zlarining haqqi tursa. Ay, meni uncha bola cho'pak ko'msil deyman. 2 kilo go'sht degan menga hech nima emas. Bundan keyin cho'pqa to'pasli bo'ladi, ha? Tönögün pul bo'lmagandan keyin go'shtni olmay ketay desam, jon topibdiman. Asla pulni olmasil bo'lmaydi. Bo'lmasa meni xijolat qilib qo'yinglar. Qiziqganlar. Asla. Ma'qulamsa xo'sh. Bu siz qiziq cho'kkankidan bu. Bo'pti. Bundan keyin go'sht lozim bo'lsa, pat kelib turarlar. Ma go'sht nechi pul? Ey, go'shtni nechi puldan sotding deyman? Stavkaslar. Go'shtlar. Va go'sht sotamsa ya? Men xaridorni buni qaramsa, ha? Xafamizlar. Sizlarga o'pta yerni beray. Ha, jonlara. Voy. Ablikimma. Ajabmi tez yig'inib ketibsiz-ku.
Akşam teçaman berip algansiz. Qarang, yana bir sestraning jiddiy ish chiqib kelib tushdan keyin o'zim yolg'iz navbatchilik qilyapman. Yolg'izligimni bilib olibsiz-da. Sizning o'tingiz bek yomon-kan, Hurriyat. Sizni qanchalik yaxshi ko'rdiganligimni til bilan ifodalab berolmayman. Har minut sizni sevg'inaman. Ko'nglimdagi gaplarimni sizga degim keladi. Gaplaringiz yuragimni titrlatdi. Ta'sirlanib yig'lab ketmay yana. Rost aytaman, Hurriyat. Men sizni chin yuragimdan yaxshi ko'raman. Sizni har vaqt sevg'inaman. Sizning go'zal ruxsaringizdan faxrlanaman. Hayotimizning mangu xo'shal o'tishini orzu qilaman. Meni tushunganingizga, meni yaxshi ko'rganingizga rahmat, Ablik. Voy. Ablikim, sal turib ko'rishaylik. Bir bemorni o'qil tugab ekan, almashtirib ketib kiray. Eldan, men sana necha qitim tarbiya qildim. Nemishqa tirishmaysan? Nemishqa darslarga yetishamaysan deyman. Bunda qilsang, maktabda qanday o'qiy olaysan? Aytib baqa. Oilangda darslarni takror qilamsan, qilmamsan, otaning sana yordam qilamdi. Hay, gapimga nemishqa javob bermaysan? Sana zodi nima ta'sir qilyapti? Bugun rost gaping demaydigan bo'lsang, maktabdan ketmaysan. Nim bo'ldi? Nimaga yig'laysan? Muallim, siz mening ahvolimni bilmaysiz. Nima gap bo'lsa menga degin Eldan. Men senga yordam qilaman. Muallim, mening yaxshi o'quvim bor. Ammo ota-onamning ishlari kallamga kirib olib, darslarni chekinib ketyapman. Ota-onang nim bo'ldi? Ota-onam o'chirishib ketgan. Qachon? 3 yilda bo'ldi. Sen hozir kimning uyida turyapsan? Opamning uyida turyapman. Bir necha oy bo'ldi. Temrish kuni bo'lsa, opam meni dadamning uyida quvlaydigan bo'lib oldi. Dadamning uyida bo'lsam, farq chiqmas, opam bilan qarolmaydi. Men sana yordam qilman Eldan. Yaxshi o'qi. Ma'qulmi? Necha oy bo'ldi. Maoshingizni to'liq akifaqqa beringiz bormi? Men hozirgacha surishtirmagan edim. Bugun qopib, bir oylik maoshimni o'g'ri ilib oldi deysiz. Bizga turmush lozimmi, emasmi? Menga bu uyni tutish rostla ig'ir keldi, Abdukim. Qiziq gap bu. O'zim ter to'kib ishlab topgan maoshnimi yurakli xajlayammasam, uningga ega bo'lamsam, qanday jahon bo'lib ketdi bu? Men sizni xajlamang davatqinim yo'q. Lekin ma oilani o'ylashingiz kerak. Siz hadislar maoshingizni buzib chassangiz. Shadiyani qanday o'qitamiz? Ma uyni qanday cho'g'latamiz o'ylab beqing. Xapomga Farida. Buningdan keyin maoshimni to'liq sizga akirib beray. Bo'ladi. Undaq deganingiz bilan ma uyda unmay tugabdi. Uning ustiga ati mening qator cheyim batursa, u yerga 500 yuan ofirman. Bu oyni qanday o'tkazamiz? Farida, heliq jur'at degan tuqquningizdan
Mengen eptirsingiz bo'ladi-ku. Onunga özem qaytırıp bermen, ha? Ay, qaytib keldingizmi qizim? Apa qaytib keldim. Ne bo'ldingiz? Menga gap qilmaysiz-ku. Akşam bizni nimandaq saqladisiz? Yerim kechilik saqladık. Mening tortigim kelib, opam igili qo'ymadi. Mushu ishmiti? Bo'pti. Bugun ishkinglarni o'zim mehmon qilay, ha? Yaxshi. Anlatma ki her gece derdinle reddini. Anlatma ki her gece derdinle reddini. Düşündürme her gece kalbini yüreğini. Hadi sen söyle, oyna. Düşündürme her gece la 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 Kendisi beni tanımadılar. Tanıdı. Başta isimga alamay qaptım. Sizle dükkanımdan aldık yoldan tolu ötüla. Uzak oldu, ben sizni tanıyman. Lekin isimlerini bilmaydiganman. İsmim Farida. Sizle nima xizmat qilinglar? Men tarjimonlik qilaman. Ha, tarjimon sizlar. O'zlari tarjimonlik qilganlar-da. Shunday, tarjimonlik qilaman. Ha. Erlikcho. U mo bir idorada xizmat qiladi. Ha. Farida xonim. Sizlar oyda qanchalik maosh olasiz? Xeli yuqori maosh olaman. Erlikcho. Erimning maoshim yuqori. Degindir ekanmidi, ha? Mening o'ylig'im, men tijorat qilib az to'lib pul topdim. Kadr deganning oyda chiqadigan 2 tal maoshidan boshqa kirimi bo'lmaydi. Agar turmushda az to'l hojatman bo'lib qolsa, men yordam qilay degandim. Pulni savob ishlarga ishlatmay nima qilamiz deydilar. Sizlarning xotin ballari bordi. Ba desammi bo'ladi, yo'q desammi bo'ladi. Bu nima deganlari? Xotinim 2 yildak bo'ldi. Ko'krak rak bo'lib qoldi. Jiq davolatdim, saqaymadi. Doktormo saqaymaydi deydi. Shuning bilan ballarni ilib, yurtqa apsini qishib ketdi. Ömrining oxirini apsining yanada o'tkazib o'tdizlar. Shundaqmi? Pulni nayt jiq topdim. Mushu lekin pul deganni qijlaydigan yer yo'q deslar. Ondaq bo'lsa pullarni maktabga, yetim bolalarga i'ona qilib bo'lmamdi. Sizlar qiziqganlar.
Tez topgan pulni maktabga yetim bolalarga iyon qilib sarangmi men. Uningdan sizlardek chiroyli qiz cho'kan qaysam yaxshi emasmi? Odig'imi chiqdi-da. Azapledim deb meni. Sizlar bek chiroyli kelajimi? Yetkinimde kadrimge sen azap kalırsan. Tanışıp qalsaq go'shni bekor yeylar. Nima qilyaptilar? Men qiziqmadim niyat bilan xafamisiz xenim. Meni xato o'ylab qoplasizlar. Men sizni o'z ko'rib men bunday qilib qo'ygandim. Asta. Nima arla u? Deppesem qiziq hikoya. Ha? Qenidan ha? Amsa, xapamaysiz. Meni tillamaysiz. To'g'ri tushunsiz, ha? Hay, albatta to'g'ri tushunaman-da. Ha? Qenidan. Bugungi qator joyda-chi bir qassob odam menga o'zicha nədək gaplarni qilyotdi. Shuningga kulyapman. Ey, qata choyga borma desam gapimni anglamaysan. Mana qata choydan chatoq chiqamdi-ku, ha? Tek qassob bilan tepishibsan. Go'shtni bekorga yey deganmisan? Ey, 10 xotin birga kelishsang, nima gap qilishyapsan, ha? Bir-biringning g'iybatini qilishyapsan, toyliq, ha? Falonchi bilayuzuk taqabdi. Yana birsi palto kiyibdi. Pokonchi oq oltindan uzuk taqabdi deyishdan boshqa nima gaplarni qilishyapti? Hammang erlaringni xijil qilishdan boshqani bilishmaysan. Mana mushundaq sababdan nurg'un yaxshi o'tayotgan ayollar ajrashib ketdi. Erlar bo'lsa vayron bo'lib ketdi. Sen mushundaq qata choyga berib yurib, menimi vayron qilmoqchimi? Nomus qilmaydigan. Necha vaqtning yog'i bo'ldi qilinglar, bu qata choyga bormanglar. Qata choyga borganlarning oqibati yaxshi bo'lmaydi, ha? Qata choyga nisbatan ba'zi kishilarning ko'z qarashi yaxshi emas desam, gapimni anglamading. Nədək gaplarni qilyapsiz? Mening paxlig'imni bilasiz-ku. Men tuz ko'nglim bilan bu gaplarni debdiman. Undaq ta'tirlik qilmang, oblikim. Men qasam ichib bersammi beray? Men bu ishimga kelguncha yomon yo'lda mengib boqmadim. Sizga sodiq bo'lib keldim. Dadangning yanada 4-5 kun turamapsa. Ya Allah, hamma jafolaring mangli tushyapti-ku sening. Dadangga aroq kashma bir kun beqbaq so'latdi seni. Mana bezirib tomay berib topshirig'ini ishla. Hey, sen gap qilyaptimi? Dadamning qishig'i bo'lsam, sening qishingga haydaydi. Sening qishingga kelsam, dadamning yini qo'llaysan. Sizlar meni nimishqa yaxshi ko'rmaysizlar, opa. Oldinglarda nima gunoh o'tkazib qo'ydim. Menga nimishqa azor bersizlar. Sen ilgari mehribonding-ku. Nimishqa o'zgarib qolding? Menga nimishqa o'shib qolding? Men oldingda nima gunoh o'tkazib qo'ydim, dedim, opa. Meni bu uyda nimishqa turg'ilib qo'ymaysan. Sizlar ajrashmagan bo'lsanglar, men yetim bo'lmaydim. Hozirgidek haqlarning oldida bo'yin qisib yurmaydim. Maktabda bolalar meni tiladi. Muallim meni yaxshi o'qimading deb tiladi. Uyga kelsam sen tillaysan. Meni bundoq o'sh ko'radigan odam nimishqa meni tuqqandi. Nimishqa meni dadamga berib etmay o'zim ib qolgandim. Sen beni neç qetim dadamning yeniga mecbur eydib etganding. Bazam dadam yo'q. Neç soatlab dadamni saqladim. Qozoqlarim ichib chidayolmay qoldim. Dadam mesop kelganda qanday yig'lab ketganimni bilamsan. Men sizlarning balaqlarmi emasmi, oppa? Canım balam. Xato qildim.
Kazzap o'g'ri. Bakma. Ben herkes Kamyetsin ha. Ben herkes kamyettim. Ukam beni koyuver. Bunda kılmıgın. Kazzap o'g'ri. 7 kilo go'shtdan 2 kilo mi kam beramsa? Ha? Apamni qeri ko'rib, bo'zak ketibsan ha? Bu o'g'ri. Koyuver. Kazzap. Tarazam buzulup kalgan okşaydı. Olmasa herkes hata bulmaydı. Hap olmadı. Sen yakamı koyuver. Ben senin akılda tutsam. Senin ukam bunda kılmıgın. Ben ötünüp kalay. Ben herkes kamyettim yakamı koyuverken. Yakamı koyuverken devatsın ya. Oldu. Kamyettin mi? Kamyettin mi deyla? Ha? Seni. Bu kazzap qizil ko'z. Qara seni. Hep to'xtatdi. Sana tetinmaydigan bo'lsa u mushak. Hey Bika. Hey ko'gligini ko'stimi. Hey Bika. Qara buni. Baqa Çık ketme yana. Siz kayakcha bir qancha qo'rmalarni bo'rtib turgandim. Endi o'zingiz yaxshi ko'rdiganni birdan. Biz o'taraq o'ltiraylik, qandaq, ha? Buyurtib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi-ku. Yana desak beka isrof bo'ladi. Ay, shundoq bo'lsa-mu, bir ishkini deymamsiz. Bugun degan sizning tug'ilgan kuningiz. Yaxshiroq bir o'ltiraylik, ha? Bo'pti, ko'nglingiz yerda qolmasin. Qo'noq qo'rimisi bilan kabobdan keltiring. Ma'qul, axir o'tiringlar. Bo'ladi. Ağaç o'tiring. Qani eling'a. Bu Ürümçi Loqma yemek-içmek şirketi yenidan ishlagan tabiiy anar suyi. Ta'mi shundoq yaxshi. Bek ichishlik. Bir romkadan ichib qo'yaylik. Qani, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Qani, ağaç o'tiringlar. Rahmat sizga. Qani, ağaç o'tiring. Hürriyet. Tug'ilgan kuningizga atab bu uzukni aqantim. Yartasizmikin, bilmadim. Qani, ko'rib beqinglar. Nimandaq avar olib ketdingiz? Yaxut ko'zlik uzukkan. Bek chiroyli ekan. Ko'zingiz xili maltin ekan, juma aplikin. Albatta to'naydi-da. Bizning bu ko'zlarchi yaxshi narsalarni to'nib, pishib ketgan.
Qani ko'taraylik. Xo'sh. Opa, bo'lamay o'taman. Qizib ketyapman, opa. Tezroq kelsingiz-chi. Jedim opa. Opa, tez kelsingiz-chi. Opa. Opa, ben bo'lamay o'taman. Ablekin, ikkimiz kutilmaganda tanışıp, mushundoq ayrılışıp qaldik. Ikkimizning munosabatini ayolingizz bilib qolsa qandoq qilamiz? Men sizga dedim-ku, ansirmang deb. Yana nimadan qo'rqib yursiz? Mundaq deganingiz bilan bir kunlari ayolingiz munosabatimizni bilib qilib, meni rasvo qilib yetamdikan deb qo'rqaman. Gapingizga qarasam, bek sadoqatman ko'rinasiz. Ammo amaliyatingizni ko'rsatmayapsiz. Bir yil bo'ldi, ayolingiz bilan ajrashmadingiz. Ba'zida meni aldayotganmidi, ko'ngilni xush qilish uchun men bilan aralashayotganmidi deb o'ylab ketaman. Bundaq o'ylasangiz meni tushunmagan bo'lasiz. Hurriyat. Rost gapni qilsam, siz bilan tanishishdan ilgari hayot menga ahamiyatsiz tuyuladi. Faqat siz bilan uchrashgandan keyinla haqiqiy baxtga erishgandek his qilyapman. Turmushning nimaligini endi bilyapman. Siz samimiyligingiz va go'zalligingiz bilan mening ko'zimni ochdingiz, o'lgan ruhimni uyg'otdingiz. Hayotimni, taqdirimni o'zgartdingiz. Men sizga tashna bo'laman. Men sizni sevishdik xiyollarimni mangu til bilan ifodalab bo'lolmayman. Men azroq fursat berib ma'qulmi? Tushuntirishning hojati qolmadi. Ayol kishi uchun bundan chonqur muhabbat bo'lmaydi. Eldan. 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 Nim bo'lding bolam? Bakli qizib ketibsan-ku. Sen nima ziyon qilgandi-a? To'xtab tur. Qizimni yondirgan o'qil salay. Darhol qizning yanida. Qo'rqma bolam-a. Dadang degan haraqkash. Sen ziyon qilgan narsani berib og'ritib qo'ygan o'xshaydi. Yo'q opa, dadam menga ziyon qilgan narsalarni bermadi. O'z ichida qizib qoldim. O'rnimdan turolmadim opa. Siz yo'q, ben qo'rqib ketdim. Nima ish qo'rqsan bolam? Unda qo'rqma. Bo'ldi. O'g'il bola bo'lgandikin tetikroq bo'l. Bir kun uyda bo'lmaganga bo'p ketganingni qara sening. Kechikib kelgan bo'lsam qanday qilatding? Qo'shnilarni chaqirishni bilmabsan.
Degan özünüz sırtqı çıkma dediniz go. Undaq demegandimi? Mecazım yo'q desem, hech nima bo'lmaysan. O'ynab tur deb gapimni anglamadingiz. Bo'ldi, balam, yig'lama. Endi yaxshi bo'lib qolasan. Dodo! Oy, Eldan balam. Qo'sh. Dodo. Maktabga ketgan senda. Men texsini yo'q o'xshaydi deb ketgili tas qapdiman. O'qishim qandaqroq? Yomon emas. Ajab meni maktabga izlab kelibsiz-ku, Dodo. İzdeymen balam. Seni izlemey, kimni izdeymen? Sen degan mening yürek parem tursan. Bu dünyada senden başka hiç nimem yok canım balam. Balam, aslida sana demişsen bolattı. Lekin amal bo'lmadi. Şuna oğlum boğan ki meni düşünüdü. Bana yardım kılıdı deb yanıma izlep geldi. Nima ishdi, Dodo? Dana? Balam, yançığımda bir diyeme pulkan idi. Tönegimden başlap ağzımga hiç narsa sanmadım. Bundaq yürüyemezsem ölüp gidip okşayım. Şuna alpanğı dep azırak pul etmegen bolsa pul tapkanda çok qaytırıp verirdim. Orak degan necisini içmeng dese unumadınız. İçip ahırma üç günge kaldınız. Nem bolğanğa moşunçilik içsiz. Siz menimi yetim kıldınız. Siz nemişki meni oylamaysiz. Özünüzün çınığı nemişki içiniz ağırmaydı. Valla meni bundaq ayıplayamigin. Nemişki şundaq bolup qalğanlygymny özüm bilmeymen. Men sizlarni oldinglarda kechirgisiz gunoh qildim balam. Dodo, ne çıkardım opamga. Dodam bilan yemişi bilan. Dodamni uyga akilib olayli. Dodam tugishib ketibdi deb yalvardim. Lekin opam sizning harakatligingizdan qo'rqib ketdim o'ylayman. Siz bu sersan, biz bu sersan bo'ldik. Dedim Dodo, siz nemishqa uyg'onmaysiz, nemishqa aroqni tashlamaysiz, nemishqa ishlab yaxshiroq kun kechirmaysiz, Dodo. Bo'ldi, gap qilma bola. Sening gaplaring menga eg'ir keldi. Beshimlik aylanib ketyapti. Menga yordam qilgin jinim bola. Opam payga 10 qo'y pul batdi. Sizga beray, tomoq apyam, Dodo. Bolam, opangga de azroq pul etmagan bo'lsa, men keyin ishlab cho'qim qaytirib etaman. Seni yaxshilig'ini hargiz unutib qolmayman, jinim bolam. Bu ishlarni opam uqsa, sizga texim o'chib ketadi. Pul berib turishga bo'lmaydi. Shunga o'zim boshqacha bir amal qilib boqay, Dodo. Bak.
Ablakim, xiyol surib o'tirib ketding-ku. Nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi, adash. Hay, ablikimka, tushib ketishga bo'lmaydi. Bila tomoq yemiz deyishgan-ku. Ajabmi o'ylanib ketdingizmi, ablikimka? Boshqa kunlari yesak bo'lmamdi. Hozir mening jiddiy ishim chiqib qolgandi. Ya bo'lmasa o'zinglar berib yaviringlar. Qiziqkansiz Ablikam aka, har qancha ishingiz bo'lsin tashlab qo'ysiz-da. Kollektiv faoliyatga qatnashmasangiz qanday bo'ladi? O'zingizni bilib qo'yib, bir haqda mehmon qilay demaysiz. Billa tomoq yeyli desa tex unmaysiz. Yo'q, singlim. Mening rostla ozroq ishim chiqib qolgan. Mo'sh kunlarda boshqacha sho'xlashib ketyapsiz. Hadimizga deb qo'ymayli yana. Sizlar bu Ablikam. Mijozingіз yo'qmi? Yo'q. İdaradagilar bilan bir nima deyishib qoldingizmi? Salonimizda 2020-yillik eng nodir Hindiston, Amerika, Koreya, Shangang kino filmlari, qiziqarli epizod va kuldirgi yumorlar yo'llanadi. Ketyapti. Uning ustiga xizmat aldirashchiligi bilan sal charchab qolibdi. Şuna idarədən bir həftəlik ruxsat so'rab, yurtqa berib kelaymikin deyman. Ata-onam qəyib qoldi. Yurtqa bormag'inimga 2 yil bo'lib qopti. Şuna yurtqa borg'ash, ata-onamni yo'qlab kelaymikin deyapti. Obdan o'ylabsiz, Ablikam. Opam dadamlar haqiqatan qiyirib ketdi. Yelimi 2 yildan buyon bormay. Ularni tashlab qo'yatdik. Damog'ash endi turib kelsangiz, ular xo'shib ketadi. To'g'ri. Dodo? Nim buldunuz Dodo? Nim buldunuz? Og'rib qoldingizmi? Keldim baba. Men unutib qolmabsiz-chi. Ko'zlaringizga nim bo'ldi, Dodo? Sizni birisi urdimi? Birisiga asrab qarz o'tmoqchi baba. O akşam kelib Sen de çıktır böyle. Beni qattiq urib etdi. Öldürüp koyuldu. Daslı kaldı bular. İşim bilen bekle ahırıp gidiyordu da. Dodo, sizga 300 qo'y o'tkazdim. Nima? Qulay keldi baba. Rahmat, janob baba. Unutib qolmadim. Bundan keyin biroq ishmisingizlar opam siz bilan yarashib oladi.
Harak içmişsiniz, hakkı qarzım vaysız dada. Men apamga yığılab turib yalvaraman. Meni urusimi, tilasimi, tizinib turib yalvaraman dada. Dadam apamlarga bir narsa qilib beretdim. Hajab aldirib ketdingiz ablikam. Endi mashundaq ikki qo'lingizni burningizga tiqib borasizmi? Hechqisi yo'q Farida. Bo'lmasa dadam opamlarga ozroq pul berib qo'yaman. Ular qayrig'anda kiyim-kechakni muvaydab ketmaydi dadam. Tuqqanlaringizning ballarchi. Ular qo'lingizga qarab qanday qilasiz? Yurtga borganda nahiya bozordan ozroq narsa ilib olaman. Unda qilsangiz nima bo'ladi? 2 yilda aram bir borganda Satomasa yana. Doğru deysiz. Dada, bu mamamdan tegilmemi pilla Balam, baraman. bunu ve sizni apamay keler ketem. Çokum apırman, makul mu? Daim aldaysiz. Tatil bolğandan keyin meni pilla barsam bolmamdı dada. Balam, sizni birga ip barsam, apangiz uyda yalğız qalsa qo'rqmamdi, ha? Amasa apam, siz üçümüz barsak boladı-ku. Appa qizim, bu qatim siz qilib qiling. Kelar qatim men sizni cho'qim apiray. Gap anglang, ha? Ma'qul emsa. Sizlar qilib qilinglar. Men mangdim. Xo'sh emsa. Xo'sh dada. Ah yo'l bo'lsin. Eng yangi, eng suzuk, eng eski kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizni qo'shib eling. Mende yeni xapu adamsiz. Shu kuni sizni saqlatib qo'yganim uchun intayin xijilman. İdaradagilarmi meni tanqid qo'ydi emasmi? Bu ishlarni tilga olmasangiz bo'ladi. Menga lozim sizning sadoqat malaginiz. O'ylab baxsam, biz so'rashib yurgan 1 yildan ish bo'ldi. Arliqda yushirdigan, tushunishmaydigan ishlarni qilmadi. Lekin nemishqidir ba'zida o'zimning tanlagan yo'limdan qo'rqib qoldim. Sizin ailenizin vayron qilib etishga vicdanim chidamaydi. Yana turibla kallamga, senmi baxtli yasha. Erishadiganlik xo'shallik bo'lsa badal to'la. Hargiz yosh to'kib o'ltama degan xiyol kirib oldi. Mening ruhiy dunyoim ashundoq ziddiyatli bo'lib ketdi, abdika. Nemadan voz kechib, nemaga erishishni baxtli o'ylaydigan bo'lib qoldim. O'ylagan siri gangirab kelyapti. Mendek yaşdaki ayollarning bir illik ailesi bo'lishi, bütün Asiyoda ailesi ve ballarga bog'langan bo'lishi kerak. Ammo men unda qilmadim. Erimning maraqkashligi, po'shanlik tufaylidan oilam vayron bo'ldi. Rost gapni qilsam, ayol kishini yashashga undaydiganim, turmushning azobli qaynamlariga ishtirib etadiganim arqaq ekan. Ondaqmi deb ketmem Hürriyet. Mening his qilishimcha, nurg'un ayollar erlarini tushunmaydi. Yoki ularni tushunishni xohlamaydi. Ularning nemaga muhtoj ekanligiga ko'ngil bo'lmaydi. Hatto ba'zilar o'z erlarini ko'proq pul tepishga qistaydi. Huquq tutishga qistaydi. Boshqalar bilan selishtirib, hamisha erni ayblaydi. Siz yaxshiroq o'ylab beqing. Ondaq er-xotinlar orasida qandaqmi kuyinish, muhabbat bo'lsin deysiz.
Qo'yaning havosini nimaga yaxshi ya? Nemi degan güzel manzara. Nemi degan salqin, ha? Jira, ayog'ini qarab boqaylik. Yuringlar. Nan sen bek chiroyliqchimi? Nemi degan egiz tog'lar. Süpsüzük osmon. Sap havo. Nansanga chiqmaganimga 5-6 yil bo'lib qolgan. Yeshil qarg'ayliqni, süpsüzük osmonni ko'rib, ko'nglim yorib ketgandek bo'ldi. Juring. O taraflarni aylanib kelaylik. Farida, Voy, sizmidingiz? bu Avlikim kam kelgan telegram ekan to'q. Jiddiyda qiladi, shuni ilib kelgan. Uy kiring. Bo'ldi, xo'sh. Uy kirib keting. Apla. Asli menmi bir libosam bo'pti ekan. Opa, chiroyingiz o'zgarib ketdi-ku. Nim bo'ldi? Momangiz qattiq og'riq ekan, qizim. Moman? Ha. Qara. O tarafga qara. Nemi degan güzel, ha? Çö. Çö. Yaxshi ya? Tatdim hamsa. Ha, diqqat qiling, ha. Batiribga. Ha, tatdim, ha? Ha, bo'ldi. Ha, men bundaq turibchi, ya. Ha, bo'la. Tatdimi? Şadiye kızım. Ben qaytib keldim. Farida. Şadiye kızım, ben qaytib keldim. Farida. Sizlarga nim bo'ldi? Shodiya menga gap qilmayotdi-ku. Uyda bir ko'ngilsizlik ish yuz berdimi ya? Telegramga kelgili qancha kun bo'ldi? 2 kun bo'ldi. Abla. Opamning kesili eg'irgan emasmi? Siz
Yurtqa barman deb chiqib ketgandingiz bu. Men idoraning ozroq ish chiqib qolib shu yerga ketgan. Yurtqa bormaganligingiz ma'lum bo'lgandan keyin idorangiz bilan surishtirdim. Biroq idorangizdgilar sizni ruxsat so'ragan dedi. Ne düşürdünüz Ginta? İzdep sürüştürmegen adamım az kaldı. Tehi ilan berey dep durgandım. Men hazırla yolga chiqay. İdaradagilar sürüştürüp qalsa, apısın kesil egirken tehi qaytib kelmidi dep qo'yasiz. Ne oldu opa? Sen öydün pul aldın mı? Yok, olmadı. Rastağını etmemiz putkulunu çıkıp bitti mi? Bir haftadan bu yan ben dadamның yanında tursam, kondakçısı pulunuzni ağırak men. Dadamның yanına veriştin burun aldın mı yok? Olmadı. Hey, bu öyde sen bilen menden başka hiç kim bulmasa? Sen amısan pul ne gididi o? Karap durup yalgan sözler atısına? Rastağını da pulu ne işlettin? Yeni bak abamız malımıға telefon durup deyme. Yok opa, malımға demisiniz. Malımға demem. Men amalsız. Tilingni chaynamay rost gap qila. Rost gap qilsang men seni ishini mi qilmayman? Pulni men olgandim. Hey. Shuncha jiq pulni nega ishlatding? Nima ish qilmanda so'ramading? Biroz seni bo'zaq qildim ya. Rostingni ayt. Yok opa, meni hech kim bo'zaq qilmadi. Pulni dadamga olib berdim. Nima? Nima deyapsa? Hey. Nima ish qilmayning pulimni dadamga olib bersa? Opa beni kechiring. Men eski ish qildim. Aldığınızı keçirgisiz koda qildim opa. Men amalsız. Dadamga olib berdim dedim opa. Dadam och qapti. Bek bechora bo'lib qapti. So'ngra dadamga olib bergandim opa. Kim dadamni aroq qilsin debdi? Kim oilasini vayron qilsin debdi? Kim qarziga bo'g'ilsin debdi? Dadam o'zigacha o'xshamaydi. Nima ish qilganiga uydagi pulni olib bersa, nima ish qilmoq demaysa? Men amalsız shunday qildim. Oy, bu neymişti? Kiyim keçeklerden ot cöpnün purğu kelivatıdı o. Ormanlıqda qo'nib qaldım ya. Yo'q. Har qancha bo'lsin, u meni aldamaydi. Yaxshimisiz? Servingizni alamtıngiz. Mana. Bu bir tanışlı ayağım. Onu zaten nerede görgendim?
Ablikim. Qanday qilib u ayol bilan tanishib qolgandi? Canım abba. Yüzünü göremedim o canım abba. Bir ayıkı senin sözünü anlayamadım o canım abba. Benden neden oğlunu geçirgin canım abba. Abba, canım abba. Yüzünü göremedim o abba. Bir ayıkı yürek sözünü anlayamadım o canım abba. Benden neden oğlunu geçirgin abba. Canım abba. Benden neden oğlunu geçirgin abba. Siz Ablikimni yaxshi ko'ramsiz? Nemishqa savolimga javob bermaysiz? Men Ablikimning ayoli bo'laman. Bugun siz bilan mush ish to'g'riliq so'zlashgili keldim. Men Ablikim degan odamni tanimayman. Meni xato tanib qolgan o'xshaysiz. Tanimayman. Bir obdan erni yo'ldan chiqarib, endi tanimayman deysiz-ku. Bu nima? Bu suratdagi sizmi emasmi? Yürü. Sirtqa chiqib paranglashaylik. Men bir baxtsiz ayol. 3-4 yildan buyon yakka yegona yashab kelyapman. Eringiz-chi? O iflosning gapini demaylik qo'ying. Harakashlik qilib, meni xo'rlig'ashga ajrashib ketgan. Undaqda Ablikim bilan qanday qarashib qoldingiz? So'zlab kelsam gap to'la. 1 yilning oldida. Uning yo men bilan to'y qiladiganligini, yo bo'lmasa meni boshqa narsasiga aylantirib olganligini belgilab bo'lmaydi. Qancha qitim gapingizni ochiq qiling, mundaq so'rishib yursak,
xalqi olam oldida sat bo'ladi deb yalvurgan bo'lsam-mu, lekin u tugumas va'dalarni berib, meni ta bugungacha aldab keldi. İşiniz devam etti. Bu xatni O'ttiringlardagi munosabatni boshqalar bilamdi. Yaqindan buyon qo'shnilar ozgina sezib qolgandek turdi. Bu gapcha oblikim doim sizning uyingizga berib turdi ekanda. Nima desam bo'lar? Ish qilib u xop bo'lsin, xushal bo'lsin. Ichib tanishib qasmi meni istab keladi. Dastlabda ansirdi. Keyin beshimga kelganda ko'raman deb yuraverdi. Qahning uyini buzsam qandoq bo'ladi deb o'ylamadingizmi? Nemishqa o'ylamaydi deysiz? Men mushtoqliq. Ablikimga yalvardi. Biroq u sizdan ayrilmayman deb men saljidek chapishib oldi. Odam o'tir yoshga berib qolganda bundoq so'roqlik qilsa, bunga amal yo'q. Amal bor edi. Siz yomon yo'lda mangmaydigan bo'lsangiz, meni izlaydingiz. Shu chaqda obligimmi, sizmi gunohlik ishdan saqit bo'ladinglar. Gunohkor bo'ldinglar. Erdan ajrashib ketgan ayollarning tushunib berdi. Ularni haqiqiy muhabbatga, o'zini haqiqiy yaxshi ko'rdigan, tushundigan erga muhtoj. Bo'ldi. O'zingizni ancha paydaslab ketmang. Harmon eri bilan birlashirgan odam meni qanchalik yaxshi bo'ladi. Allohga ketmang Farida. Men erimdan ajrashib, oblikim bilan tanishqchi bo'lgan 5-6 yilda o'zimni paxtatib keldim. Nurxon erlarning talabini rad qilgan. Keyin oblikim bilan ayrılışib qoldim. Onun meni rostdan yaxshi ko'rdiganligini, men tashna bo'layotgan narsani beradiganligini his qilgandan keyin bu yo'lni tanladim. Meni tushunishingizni umid qilaman, Farida. O'tiring. O'ylab baqsam, siz gunohsizda qilasiz. Menga yordam qiling, singlim. Men obligimni yaxshi ko'raman. Obligimmi meni yaxshi ko'rdi. Bizning oilamiz bir baxtli oila. Siz bizning oilamizning buzilishiga sababchi bo'lib qolmang. Men sizdan o'tinay. Bizning turmushimizga aralashmang, ma'qulmi? Meni tushunganligingizga rahmat. Ben 1 yilning oldidagi turmushimga qaytaman. Oblikim bilan bo'lgan aloqamni bugundan boshlab uzaman. Bu hargiz sizning oldingiz yolg'ondan deyotgan gap emas.
rostalik ko'ngilning kayniga kirib ketibdi. Men bu üzükni Buni nima qilaman? Bu üzükni ablikim yaqinda mening tug'ilgan kunimga atab sovg'a qilgan. Sizga qaytarib beray. Oblikim sizga oltin üzük sovg'a qildimi? Bir qatim maash va mukofot pullarimni idoradan kelgacha o'g'ri elib oldi degan edi. Aslida mush üzükni setib olibdi-kanda. Sizga bir talabim bor. Bu ishlarni hargiz ablikimning yuziga solmasangiz. Bo'lmasa uni o'zqichidimay ya hayotim nobud qiladi. Yoki sizdan butunlay yuz o'rib ketadi. Agar bu ishlarni zada demsam bo'lmaydi deysangiz, 2 yildan keyin aytdim. O chaqda ablikim ishkimizning o'tirsidagi munosabat, hissiyot allaqachon o'lgan bo'ladi. Bo'ladigan ish bo'pti, singlim. Siz xotirjam bo'ling. Ailemni qo'g'dab qoladigan ish bo'lsa bu ishni hech kimga tinmayman. Men sening dadang-ku. Menga iching og'risin. Mushu birlik etim ma'qul degine. Yo'q dada, unda qilmayman. Unda iskishni bundan keyin hargiz qilmayman. Bu yerdan darhol keting, bo'lmasa opam kelib qoladi. Balam, menga iching og'risin. Ozroq bo'lsa-mu achiqpagin bo'lamdi. Hamma yeringiz soqtirib, nimishqa ishlamaysiz? Nimishqa amgak qilmaysiz? Sizdan bezor bo'ldim dada. Sizga mushu mumkinmi? Qo'lingizga pul kirsa haraq ichsiz, mast bo'lasiz. Meni qilchimi o'ylab qo'ymaysiz? Boshqa bolalarning dadalari shundoq yaxshi ekan, bolalarga omroq ekan, bolalar kuyindi ekan. Siz-chi, men dada mehriga qiynib baqdimmi? Texi meni opangning yenda pul o'g'irlab chiqib padawatsiz. Men sizdan nafratliman. Sizmi dadami? Davatgan gibini. Seni. Bo'ladigan ish bo'pti. Endi o'lganning kaynidan o'lgili bo'lmaydi ekan. Ko'nglingizni yerim qilmanglar. Menmi dadam tugab ketganda necha kungacha qo'ygan tutqanlarimni bilmay yurgandim. Keyin har qaysinglarning tasallisi bilan bu azobni unutib ketdim. Tash to'g'ri aytadi, sabr qilinglar. To'g'ri, sabr qilinglar. Esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film saloniga qo'shiling.
Abicim örtür. Ornada değme. Yerlemanglar. Abdikimga nima bo'ldi? Sizlar uni nima qildinglar? Abicimning qarsi uçtuymiz deb, tutunu uçtup qo'g'ini tas qoldik emasmi? Ben eşim bo'lmadim. Abicim örtür. Og'illar qanday kirib o'tirdilar? Bo'ldi qilinglar. Yana biri Abdikimni bo'ldi. saq uyga kelib qo'ydik. Endi qaytaylik yuringlar. Bag'inimsa xo'sh. Xo'sh ko'rishaylar. Yana bordik ichimizda. Xo'sh emisa. Xo'sh. Meni ne gapirsa? Meni og'illarim nakati deyman. Og'illarim qani? Og'illarimni ketkizib yotdingmi? Xotin. Oblikim, nemishqa haraq ichidi? Sadi, nemishqa? Yıldan. Yürü adaş. Ko'nglingni hargiz yerim qilmag'in. Men so'ng yordam qilaman. Bugun bizning uyga berib, birlikda topshiriq ishlaylik ma'qulmi? Gap qilmaysan-ku. Uyingdagi ishlarni o'ylab berib, ko'nglingni yerim qilgicha opang va dadangga yig'lab yolvursang bo'lmamdi. Balkim bular yarashib qolavug'iydi. Hey, sen ajab tas bo'ldi, ha? Aslida ular sen o'ylab qo'ysa bo'ladi. Yaxshimisiz? Hurriyatni chaqirib o'tinglar. Turib turing, ha? Hurriyat, sizga telefon. Voy. Hurriyatmisiz? Voy. Hurriyat. Voy. Voy. Opa, ish qo'ng'irg'i jiring ketdi. Ishni ichib baqaymi? Jim o'ltirib tamog'ingni yegina. Biroz xato besib qolgan o'xshaydi. Qo'ng'iroq jiringlayotgani xeli bo'ldi. Men chiqib ishni ichib baqsam bo'lmamdi, opa. Eldan, ishni ochma. O'ltirib tamog'ingni ye. Hurriyat ishni iching. Onda xirayimsizlik qilmang. Har qanday gap bo'lsa, 100 turani paranglashmamdi. Siz zodi nima bo'ldingiz? Men sizga ahvolni tushundiray. Opa, o kishi kim? Jim o'ltirib tamog'ingni ye deyman. Hurriyat. Gapimni anglab ishni iching. Sizga zodi nima bo'ldi? Nimishqa o'zgarib qoldingiz? Keting, oblikim, darhol keting. Qo'shnilar ko'zi sat bo'ladi. Meni oyang undoq qilmang. Uyda o'g'lim bor. Mening yuzimni qiling, jinim oblikim.
Hürriyet. To'xtab turing. To'xtang deyapman. Sizga zot nima bo'ldi? Men sizni to'xtang dedim. Apam qazo qilib ketib, men qorli xo'p yurdim. Shuni sizni izlayamay qoldim. Mo'shuningga shuncha ular xop bo'lib ketamsiz? Yo'limni to'smang, Abdukim. So'ngkim qo'yibdim. Eng yaxshisi biz bundan keyin aralashmaylik. Nima ishqa? Buning sababini deb beramayman. Ammo siz bilan yana heliqdek ahmoqona ishlarni qildim. Qaraganda pullar birsin tepyapsiz-da? Hürriyet. Men sizni yaxshi ko'rdigan tursam. Bundan keyin ayolingizni yaxshi ko'ring. Ayolingiz siz yaxshi ko'rishga arzigidek ayolkan. Bu nima deganingiz endi? Biz ayolini yaxshi ko'rmagan odam boshqa ayollarni chin dilidan so'yishi notayin deb o'ylayman. 1 yildan buyon siz meni aldadingiz. O'ttir yoshning qarasini olgan bizga o'xshash xotinlarning mundaq ahmoqona ishlarini. Ochni o'ynayotganlar samonda ko'p-ku. Siz meni oshnam deb o'ylab yuribsiz-da. Aldamchilikchik. Ağzını jum resmen. Gapimizdan nima haddimizni oshdi? Ben bilan aralashgan bo'lsa, bo'pti. Men sana yolvorib o'ldamayman. Sen buzuqlar, jamiyat ko'p qo'y. Vijdonsiz iflos. 1 yildan beri qilmagan yaxshi gaplarim, bermagan va'dalarim qolmagan. Bugungi kunda buzuqqa aylanib qolibman-da. Sening niyatingni yomonligini burun bilmabdikim. Sen qilgan aqidam, sen beg'ishlagan muhabbatim. Hürriyet to'xta. Men xato qildim. Meni kechiring. Abdukim,